Mana shu orqamdagi xonadon nechi pul deb o'ylaysiz? 90, 85, eng arzon 80 sotganmiz 5 xonali. Hozir sizga bitta narx aytaman, hayotingizda bunaqa narx eshitmagansiz. Mana shu 5 xonali xonadonni 69 ming dollarga beraveramiz ekan, Yo'q, 69 ming. Katta Sardor. Ikki suti. Ikkimi? Ikkidan Ikkidan ham oshu. Ikkidan ham oshu. 2,5 suti. Mana shu xonadonimizdan mana bunaqa zilon zonan chiroyli bu yoqda podvali bor. Hozir bitta obzor qilib beraman. Keyin o'zlarida ham bunaqa narx bo'lmagan, o'zlari ham sotmagan. 69 ming dollarga pul срочный bo'lgani uchun shunaqa narxda sotiladi. Koridor qaranglar, unaqa kichkina, keng koridor bo'ladi. 10 tomonimizda zallar. Remontlardan urinib ketmagan, свежий bo'lib turibdi-da hali. Xo'p, chap tomonimizda ko'rishingiz mumkin. Kuxnasi shunda bonus tashlab ketiladi. Mana qaranglar, shuna chiroyligini gap yo'q lekin. Bu yoqda sanuzerimiz bo'ladi, ko'rishingiz mumkin. Bu yoqda razdinni qilingan. Hop, 10 tomonimizda ko'rishingiz mumkin. Bu yoqda bitta detskiy xona, chap tomonimizda bitta spalniyamiz joylashgan, ko'rishingiz mumkin. Hali свежий bo'lib turgan xonadonimiz bo'ladi. Bu yoqda yana bitta xonamiz bor. Har bitta xonamizdan o'zining oynasiga ega bo'ladi. Orqada xonali joylarga tashlab ketilgan. Ko'rishingiz mumkin. Bu xonadon ortidagi 69 ming dollar evaziga beraveramiz. Lakasiga keladigan olsa yangi Toshkent postidan 5 kilometr kirganimizda Tussor havasda joylashgan. Katta ko'chadan uzoq kirilmaydi. 1-2 kun shunaqa skidka qildik, keyin bunaqa narx bo'lmaydi. Bu xonadon kimga qiziqsa, mana shu pastgina telefon qilib, tez baraka qilamiz.